Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz qadrdonlar, aziz kuzatuvchilar, aziz hamyurtlar, inshaalloh karim hozir yurtimizda milodiy hisob bo'yicha yangi yil kirib kelish ostonasida turishdi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taologa bu kirib kelayotgan yilni xayrli, barakatli yil qilsin. Bu yilda barchalaringni Alloh subhanahu va taologa bu go'zal manzillarga sababi moddiyatlarni yaratib, qadamlaringga yetkazsin. Qalblaringda Allohga, kalomiga, o'ziga bo'lgan muhabbatni ziyoda qilsin, uni bardavom etsin. Alloh subhanahu va taologa bu go'zal bayt qarshisida, qadim bayt qarshisida turib, barchalaringni haqqlaringga, yurtimiz haqqiga duo qilib so'rayman. Elimizni, yurtimizni hamisha tinch, osoyishta qilsin, fayzli, barakatli qilsin, ravnaqini go'zal qilsin. Alloh subhanahu va taologa har bir bizlardan duo umidvor bo'lganlarda xonadonlarni nurga to'ldirsin, barchalarni ikki dunyo baxt saodat yetkazsin. Ilmlarni ziyoda qilib, qalblariga o'zini kalomini joy etsin. Barchalaring inshaalloh jannatlarda ota-onalaringga nurdan rahmat tojini kiydiruvchi qoriyalardan bo'lishliklaringni Alloh nasib etsin. Bu go'zal bayt qarshisida yangi yil kirish arafasida qilgan duolarimizni va avvalgi oshkora maxfiy qilgan sizlarning haqqlaringga duolarimizni hamisha Alloh subhanahu va taologa ijobatini bersin. Bizlar uchun fitratdan nima yaxshi, nima yomonligini bilguvchi zot bizlarga o'zi yaxshilarni ziyoda qilsin, yomonlardan o'zi panoh bersin. Allohim sendan iltijo qilib, duolar ijobat bo'lguvchi manzul makonda bu qilgan duolarimni ijobatsiz qo'ymagin. Ya Robbi, bu sening qadim bayting, bu sening ulug' bayting. Sening bir cho'ringni bolasi, bir qulingni bolasi, qulvachchang senga iltijo qilib so'radi, mustor bo'lib so'radi. Bu duolarimni ijobatini bergin. Amin ya Robbil alamin. Amin ya Robbil alamin.